Qilmanglar, tinchlikmi? Chakdiqat yozamiz. Ayollardagi ortiqcha vazndan xalos bo'lish yo'llarini operatsiya orqali. Yo'q, men endi bilmayman-ku. Men o'zi shunaqa qomatim shunaqa. Tabiatan. Ha, tabiatan. Men operatsiya qildirmaganman. U yoqda bir xil payt aytaman, voy semirsam bo'lar ekan. Yo'q, sen jo'qa to'g'ri unaqa qilmang, yo'q. Yo'q. Naytli. Ana Kamoli ko'rding? Hozir Kamila. ketdik allaqachon. Ha, Kamila. Mana to'xtab qoldinglar o'shanga. Diqqat. Ana Kamila ko'rding? Ozish yo'lini eng oson yo'lini tanlab, to'g'ri qilding. Yo'q, menimchalik oson emas. Birinchi bosqichdan o'tib oldim, esallaman. Ertaga xo'jayinim bilan kelib to'lab ketsa bo'ladimi ularning kartochkasida? Hozir hamma narsa onlayn. Ora bo'lib o'tirman. Doktor kartasini tashiydi. O'sha kartaga to'lovlar amalga oshirsan bo'ldi. Arzimaydi. Tashiyga unutmayman. Arzimaydi. Men san tomonga ketaman, uying tomonga tashib ketaymi? Juda yaxshi bo'ladi. Yo'l-yo'lakay, mashinada. Ketdik yaxshi.